har bir odam uyidan chiqib ketishlikdan oldin Bismillahi tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim desa, dedilar payg'ambar alayhissalom. Unga aytiladiki, senga kifoya qilindi, sen himoyaga o'tding, sen muvaffaqiyatga erishding deb aytiladi deganlar. Kim uyiga qaytib borib eshikdan kiradigan bo'lsa bismillah deyish kerak. Shunda nima bo'ladi? Odamlarning ortidan ergashib borgan daydi jinlar bo'ladi. O'shalar tashqarida qolib ketadi, eshikdan kira olmaydi. Eshikni qulflaganlaringda bismillah deb qulflanglar. Shayton bismillah deb qulflangan eshikni ocha olmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buxoriyda kelgan bu hadis ham. Biz o'zimizni himoyalash uchun mana shu nabaviy ta'limotga amal qilishimiz kerak. Azizlar,